navbatdagi klub mashinamiz metan qo'yildi, 4-pakalini Angren shahridan kelgan akamiz. 4-paket hammasi argan zapchastlar bilan. Ekstra reduktor, italyanskiy royal falsunka, stak 200 gofas yangi chiqqan migalar bilan akkuratli sifatli metan o'rnatib berdik. Balonimiz 90 talik, endi kampda ishlarni olib borilyapti. Bu tarafda klub, bu tarafda labo mashinamiz 65 talik, kuzatuv teshmasdan qo'yib berdik. Bu tarafda havol mashinamizga esa propan 61 talik qo'yib beryapmiz. Narxlari keladigan bo'lsa, buning narxi 4 600 ming so'm. Hammasi original zapchastlar bilan qo'yildi. Labomizga 2 900 ming so'm, havolimizga esa propan 61 talik original zapchast 4,5 million so'm bo'ldi. Zapaska tushadigan variantda bo'lyapti. Mana. Yo'da. Havol mashinamiz. Joylari propan 4-paket hammasi argan zapchastlar bilan. Italyanskiy reduktor, Nordic Italian falsunka, royal falsunkasi ham originali. Mana bu tarafda esa bilamiz o'sha mashhur avans 32 migalar bor. Sifatli ustanovka qo'yib berilyapti. Labo Samarqanddan 65 talik. Bu tarafda esa kelaversa, shunaqa sifatli xizmatlar bo'lsa aloqa qilasiz.